Endi Urganch shahrida ham zamonaviy yo'lovchi tashish avtobuslari aholiga xizmat ko'rsatadi. Mahalliy tadbirkor tomonidan Xitoyda ishlab chiqarilgan 50 ta yangi avtobus viloyatga olib kelindi. Shu munosabat bilan o'tkazilgan tadbir tafsilotlari hamda yo'lovchilarga yaratilgan sharoitlar xususida galdagi lavhamizda so'z boradi. Urganch shahrida hozirga qadar bir kunda 14 yo'nalish 138 ta avtobusda 60 ming nafar fuqaroning uzoqqa yaqin og'ir yengil qilib kelinayotgan edi. Aholi sonining va viloyat markaziga kelayotgan mehmonlarning soni ortib borishi bilan sifatli jamoat transporti xizmatiga ehtiyoj ham oshib bormoqda. Shundan kelib chiqib, bu yuzada muhim chora-tadbirlar belgilanib amalga oshirilyapti. Yangi avtobuslarning taqdimotida davlat va jamoat tashkilotlari rahbarlari, nuroniylar, keng jamoatchilik vakillari, yo'lovchi tashish faoliyati bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlar va xitoylik hamkorlar ishtirok etishdi. Viloyat hokimi Jo'rabek Rahimov so'zga chiqib, prezidentimiz tashabbusi bilan olib borilayotgan bu singari muhim sa'y-harakatlar aholi roziligi uchun qilinayotganini ta'kidladi. Shundan so'ng zamonaviy avtobuslar kalitlari haydovchilarga tantanali ravishda topshirildi. Jamoat transportini rivojlantirish va sifatini oshirish maqsadida yangi 50 ta Zantong Bus degan avtobusdan olib keldik. Buning uchun Tijorat bankining imtiyozli kreditidan foydalandik. Nogironligi bor fuqarolarimizga qulaylik yaratilishi uchun zamonaviy pandoslari bor. O'rindiqlar soni 26 dona. Prezidentimiz tomonidan biz tadbirkorlarga berilayotgan imtiyozlardan samarali foydalanib, yaqin 2-3 yilda shahar ichini avtobuslar bilan ta'minlab, xalqimizga yanada sifatli xizmat ko'rsatish, tumanlarimizda ham yangi mashinalarni olib kelib ishlatish maqsadimiz bor. Zamonaviy avtobuslar keldi. Buni bize qanchalik kutganmiz. Yo'lovchilarga qulay, harakatlanishlar ham yengil. Xorazmda shuni issiq bo'ladi, issiq kunlarda sovutgichlar ham o'rnatilgan. Qishda pechkalari juda yaxshi ishlaydi. Salonniki, haydovchiniki alohida Avtobuslarni yetkazib bergan zavod Xitoydagi eng yirik avtobus ishlab chiqaruvchilardan biri hisoblanadi. Kompaniya nafaqat mana shunday uzunligi 6 metrli yengil avtobuslarni, balki 18 metrli yuqori toifali hashamatli avtobuslarni, jumladan shaharlar aro, shahar ichida qatnovchi gibrid elektr avtobuslarni ham ishlab chiqaradi. Avvalo barcha O'zbekiston ahlini davlatingiz bayrog'i qabul qilingan kun bilan tabriklaymiz. Bugungi tantanada biz Urganch shahri uchun 50 ta yangi zamonaviy avtobuslar harakatini yo'lga qo'ydik. Avtobusga yangi uskunalarni o'rnatdik, jumladan konditsioner, imkoniyat cheklanganlar uchun maxsus pandus. Biz avtobus yaxshi yurishi va Xorazm xalqiga xizmat ko'rsatishi uchun maxsus kafolat muddatini cho'zdik. Bu oxirgisi emas albatta. Hozirgi davrda Xitoy va O'zbekiston o'rtasida juda yaqin hamkorlik mavjud. Hozirchalik avtobuslar birinchi partiyasida faqat 50 ta avtobus olib kelindi. Umid qilamizki, keyinchalik ham bu avtobuslar olib kelinishda hamda Xorazm xalqiga xizmat qilishda davom etadi. Mehmonlar korxonaning yangidan tashkil etilgan dispetcherlik xizmati faoliyati bilan ham tanishdilar. Bu avtobuslarimiz brutto shartnomasi asosida faoliyat yuritadi. Brutto shartnomasining asosiy afzalliklari bu bosib o'tilgan yo'l va sifat mezonlari asosida haq to'lash hisoblanadi. Tadbirkor tomonidan o'zining avtobus saroyida barcha qulayliklarga ega dispetcherlik markazi tashkil etilgan va albatta bu dispetcherlik markazi Xorazm yo'lovchi tashish va monitoring qilish davlat muassasasi bilan hamkorlikda faoliyat yuritib boradi. Zamonaviy jamoat transportining ilk yo'lovchilari tadbirda ishtirok etgan nuroniylar, jamoatchilik faollari bo'lishdi. Ular ham o'z so'zlarida voha aholisi, ayniqsa urganchliklarga tuhfa etilgan avtobuslar sharoitlarini e'tirof etdilar. Endilikda korxona tomonidan yana 30 ta mana shunday zamonaviy avtobuslar olib kelinadi. Shu o'rinda ma'lumot, Urganch shahrining bosh rejasiga muvofiq endilikda 16 ta yo'nalishda 148 ta avtobus qatnovi yo'lga qo'yilib, bir kunda 136 ming yo'lovchiga xizmat ko'rsatish imkoniyati yaratiladi. Yo'lovchi tashish hajmi 2 barobardan ziyodga ortadi va qatnovlarning oraliq intervali 18 daqiqadan 10 daqiqagacha qisqaradi.